Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Quduq qazuvchi odamni qidiryapmiz. Taniysizlarmi? Bilmaymiz. Siz taniysizmi? U fosiqni nima qilasiz? Omonati bor edi. O'zingiz taniysizmi? Yo'q. Tanimaymiz. Qanday odam o'zi bu? Sarxushning o'zginasi. Shomdan tonggacha ichadi. Uyi qay tarafda? Bu tarafda. Shuncha yo'lni bir sarxush uchun bosib keldik. Ko'zing bilan ko'rdingmi sarxush bo'lganini? Butun olam shunday deyapti. Til hammada bor. Gapirishadi albatta. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Quduq qazuvchi odamni qidiryapmiz, ona. Nimaga qidiryapsizlar? Kasal ishlay olmaydi. Omonatini olib kelgan edik. Shayxingizni sizga salomini olib keldik. Alaykum assalom shayx. Bir omonatni ham. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Qishloqdagilar kecha kunduz sarxush deb o'ylardi, ammo unday emasdi. Ichmasmidi? Albatta ichmas edi. Uyga olib kelib to'kib yuborardi. Ko'p aytdim, unday qilmang, qishloqdagilar sizni yanglish tushunadi deb. Bilganim, odam hech qachon uni og'ziga olmagan. Robbim makonini jannat qilsin. Amin. Ya marhaba.